Xullas, do'stlar, men yana Roblox o'ynamoqchiman. Lekin nimagadir internet yaxshi ishlamayapti shekilli. Sizlar esa tezroq obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, rostini aytsam, tezroq kirishim kerak bu o'yinga. Chunki tezroq kirmasam bo'lmaydi. Xo'sh, o'ynaymiz bu o'yinni. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Men yutarmikinman? Xo'sh, ana endi mana bu cappuccino assassino. Yo'q emas. Cappuccino bermanini. Biz o'sha yerdan qochamiz. Mana ulgurishi kerak. Yaxshi. Endi bitga ulgurdim. Yaxshi. Xo'sh, yutishim kerak, nima qilib bo'lmasin. Endi bu yerda sakrab va yana sakrab, yana Xullas, do'stlar, tezroq obuna bo'ling. Sizlardan obuna, mendan esa kontent. Aytgancha, yangi kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Unda Minecraftning har xil challengelari, lifehacklari va narsalarini bajaraman. U kanalning nomi mojan.uz studios. Xo'sh, men bu kanalimda Minecraftdagi lifehacklar va yangiliklarni qo'yib boraman. U kanalga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlardan xursand bo'lgan bo'lar edim. Agarda tezroq obuna bo'lsangiz, obuna bo'lmasangiz, uyingizga boraman deb hazillashib turaman. Tezroq obuna bo'lib qo'ying, shuning uchun ham tezroq borish kerak. Tachroq sakrab olaman. Bu nima? Mana bu yoqni to'g'rilab qo'yish kerak. Yaxshi. Lekin qochish kerak, tezroq bo'lish kerak. Do'stlar, tezroq obuna bo'lib qo'ying. Men ham keyin ko'proq kontentlar va qiziqarli kontentlar chiqarardim. Tezroq obuna bo'lsangiz, lekin obuna bo'lmasangiz, men sizlardan xafa bo'lgan bo'lardim. Chunki sizlar obuna bo'lmagansiz menga. 15 ta obunachi edi, 14 ta bo'lib qolibdi. Men bundan rostayam xafaman. Tezroq obuna bo'lganingizda men yangi kontentlar bajarardim. Afsuski, obuna bo'lmagansiz. Yo'q. Shunchakilgina emissiz. Sizlar obuna bo'lmayotganingiz uchun bo'lyapti, hammasi bilasizlarmi? Chunki obuna bo'lganingizda menga ishtiyoq ko'proq tuyulardi va ishtiyoqim oshardi. Lekin obuna bo'lmayapsiz mana. Men faqat yutqizyapman. Obuna bo'lsangiz yutqazmasdim. O'zimga bo'lgan ishonchim ko'payardi bolalar. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda biz sizlarga yangi kontentlar va zo'r kontentlar chiqarar edim. Obuna bo'lsangiz, lekin obuna bo'lmasangiz, sizlardan juda ham xafa bo'lgan bo'lardim. Nima bo'ldi? What the fuck? Men hozir to'g'risini aytsam, mana bu oyoq kiyimdaman, lekin men yangi oyoq kiyimga ko'chishim kerak. 15 ta g'alabadan so'ng menda nechta g'alaba? Hali 4 ta g'alaba bor. Shuning uchun ham lekin biz ishtiyoqimiz ko'payishi kerak. Atigi 14 ta obunachiya do'stlar, nega obuna bo'lmaysiz? Obuna bo'lganingizda mening ishtiyoqim yanada ko'payardi. Aytgancha, Minecraftimni yangilamoqchiman. Versiyasini yangilamoqchiman. Chunki yangi versiyasida yangicha narsalar qo'shilgan ekan. Yaxshi.
Hep get ready. Ready. Bu menim muxlisimmi bilmadim, lekin muxlisimga o'xshab ko'rinadi. Chunki meni ko'p kishi tomosha qilsa kerak. Meni 4000 ortiq odam tomosha qilar ekan. Men bundan juda ham xursandman, lekin shu obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ymayapsizlar. Shuning uchun ham men kam narsalar chiqaryapman. Agarda tezroq obuna bo'lganingizda men yangi kontentlar chiqarar edim. Aytgancha bugun mojang.uz studio kanalimga ham yangi video chiqaraman. Hop 44 emas, endi 46 kerak buni. Shunaqagina qaranglar do'stlar, men qanchalik tezlashib boryapman. Yana aytgancha, sizlar nega obuna bo'lmayapsiz haligacha? Tezroq obuna va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Aks holda men kontent chiqarmayman. Men sizlar uchun shuncha ter to'kib, mehnat qilib videolar chiqarsam-u, sizlar obuna bo'lmasangiz, qani tezroq shu qoidani buzmasdan obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak va 100 mingta bo'lib kumush knopkani olishimiz kerak. Ertachi sakrab qo'yapman faqat. Level 120 ga hali ko'tarilmadim, shuning uchun ham mayli. Lekin biz tezroq mana bu yerga va tezroq bu yerga ketamiz. Va sizlar esa obuna bo'lib qo'ymayapsiz. Tezroq obuna bo'ling. Hozir 3 gacha sanamgunimcha kim obuna bo'lishga ulgurar ekan? Qani boshladik. 1 2 3. Xo'sh, siz ulgurdingizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Ulgurgan bo'lsangiz yaxshi, lekin ulgurmagan bo'lsangiz bilavering. Sizlar omadsiz insonsiz. Ulguraman. Shuncha joyga kelganima. Sizlar obuna bo'lganingizcha men bu yerda o'tsam ham kerak. Sizlar obuna bo'lib qo'ying. Qani tezroq obuna bo'ling. Nega obuna bo'lmayapsiz haligacha? Obuna bo'lib qo'ying. Shunchaki like va obuna tugmachasini bosib qo'yish qiyinmi? Do'stlar, tezroq obuna bo'ling. Aks holda men yutqizib qo'yaman bu o'yinda. Qani tezroq obuna bo'ling. Aks holda boya aytganimdek yutqizaman. Tezroq obuna bo'lsangiz menga bo'lgan ishonchim ko'payadi va bu yerda YouTube chiqaman. Aytgancha sizlar kommentariyada yozib qoldirmayapsizlar. Men ko'proq qaysi o'yinni o'ynab chiqishimni? Qaysi o'yin o'ynab chiqay ko'proq? Minecraft yoki Roblox yoki PUBG'mi? Yoki Counter'mi? Shuni aytsangiz, men o'sha o'yinni o'ynar edim. Yigirma 7 g'alaba. Hop. Endi mana 5 deb bilasiz. Yaxshi, kelibdi. Xo'sh, bu yerdagi почти hamma o'zbekmi deyman. Sizlar o'zbekisiz. Shohruxxo Hacker 67. Hacker 67. Yaxshi, obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda muxlisim bo'lsangiz, sizlar tan olinglar. Mashhur bo'lib ketdingiz Robloxda. Chunki men
Agarda sizlarning o'zlaringiz ko'rayotgan bo'lsangiz, bilingki, men sizlarni ataylabdan chiqardim. Sizlarga ham do'stlaringiz ko'payish uchun. Tezroq obuna bo'lsangiz, men yangi kontentlar chiqaraman va nimayam derdik. Sizlarni xafa qilmayman. O'zi shunday ham xafa qilmayman-ku, to'g'rimi? Hop. Yaxshi. Do'stlar, tezroq obuna bo'lsangiz, men ham xullas, qiziqarli kontentlar chiqarardim, xullas. Do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. Haligacha obuna bo'lmadingiz-a? Bu yoqqacha sakira olmasligimni bilgandim, lekin nima qilay, sakira olaman deb o'ylardim-da. Obuna bo'ling va bilingki, men sen mashhur bo'lding, bilasanmi? Orange Girl. Rostmi? Ha, rost. Meni muxlislarim bu yerda bormikin? Xo'sh. Bu yerdan o'tib mana. Menimcha ham yoki yo'qmi? Obuna bo'lib qo'ying. Shunda bilib olamiz, hammi yo'qmi? Obuna bo'lsangiz yaxshi bo'lardi, do'stlar. Axir biz sizlar uchun videolar chiqaryapmiz. Juda ham tezkor bo'ldim. Yaxshi do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. 54 qilib qo'yamiz yoki ikkinchisiga ulgurarmikanman, yo'q qilganman. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda eng ko'p ruslarmikin yoki o'zbeklarmikin, bilib olamiz keyinroq. Lekin obuna bo'lmayapsizlar. Menga shunisi yoqmayapti, rostini aytadigan bo'lsam. Obuna bo'lganingizda yaxshi bo'lardi. Bu videoda mashhur bo'lganlar. Sizlar menga mashhurlik pulini berasizlarmi? Albatta hazil. Reklama qilish degan desa-ya. Xullas, tezroq obuna bo'linglar. Men yangi kontentlar chiqaraman. Mojang.uz studioga ham yangi videolar chiqaraman. U kanalga ham obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Bu kanalga ham obuna bo'lganingizda men sizlardan vashshe xursand bo'lib ketardim. Lekin sizlar obuna bo'lmayapsizlar. Tezroq obuna bo'lib qo'ying, do'stlar. Men xafa bo'lmasligim uchun ham obuna bo'lib qo'ying. Xullas, nima qilsam ekan? Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin esa men yangi kontentlar chiqaraman. Xullas, obuna bo'ling. Do'stlar, obuna bo'lmang. Obuna bo'ling deganim, obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lib qo'ying, shuning uchun ham meni 4000 kishidan ortiq odam ko'radi, lekin obuna bo'lishmaydi. Xullas, obuna bo'lib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin sizlar obuna bo'lmayapsiz, bilyapsizlarmi shuni? Siz mashhur bo'lyapsiz, ey qiz. Xo'sh, tezroq go. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Nega haligacha obuna bo'lmayapsizlar? Xo'sh, obuna bo'lmayapsizlar. Nega?
Oh, 87 ta g'alaba, yaxshi. Lekin obuna bo'lmayapsizlar do'stlar. Tezroq obuna bo'ling. Aks holda men kontentlar chiqarmay qo'yaman.